Assalomu alaykum TV kuzatuvchilari. Bugun Damas mashinasini olib kelganmiz. Cobalt qonni ko'rgan. Keyin oldi panel radioga chiqadi. Trilochasini yangi qo'yib quruq qolmasa zakopkalarning kantarlarini o'xshatib chiroyli qilib qo'yamiz. Bizni kuzatishga davom eting. Obuna bo'lishni, like bosib, kommentariyada izoh qoldirishni unutmang. Allohning zaklopkalari bilan chiroyli qilib qanot qo'yib qo'ydik. Ishlab ketgan ekan. Inshaalloh Damas mashinamiz ham tayyor bo'ldi. Krilozni almashtirdik. Zazolari zo'r. Zaklopkalari bilan stiylari.